Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. 5-iyul qirg'inchiligining 10 yillik qarpısida xalqaro jamiyat haqqoniyatga hamdamlashishga chaqirildi. Qirg'iziston Uyg'urlar qurultoyi o'tkazib, yangi raisini saylab chiqdi. Nigeriyada neft avtomobil portlab 50 odam qazo qildi. Xabarlarimizning oxirida menga tiqilmasi haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 2009-yildagi 5-iyul qirg'inchiligining 10 yillik xotir sarpısida Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatni Xitoy hukumatiga davomli besim ishiltishga, shu orqali lagerlarning taqilishiga turtki bo'lishga chaqirdi. 2-iyul kuni e'lon qilingan bu bayonotda Xitoy hukumatining 2009-yil 5-iyul kuni tiniy shaklda namoyish chiqqan Uyg'ur yoshlariga o'q chiqarganligi, uning xalqaro kishilik huquq nizomlariga og'ir darajada xiloflik qilish qilmish ekanligini eskartish bilan birga, shu vaqadan buyon Uyg'urlarga kelayotgan fojialarning izchil og'irlab mengayotganligi alohida ta'kidlandi. Bayonotda xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni ular duch kelayotgan zulmatdan qutqizish majburiyati borligi ta'kidlanish bilan birga, 10 yildan buyon so'riq bo'lmay kelgan zo'rlik qurbonlarining adolatga muyassar bo'lish haqqining borligi ilgari surildi. Mazkur tashkilotning mudiri Ömer Qanat bu haqda to'xtalib, Xitoy hukumati millionlagan Uyg'urni lagerga qamab, ularning tili, madaniyati, diniy e'tiqodini yo'q qilishga uriniyotir. Mushundaq ahvolda xalqaroning Xitoy bilan davomli savdo ishlarida sherik bo'lishiga hamda hech qanday bahona qolmadi dedi. Bayonotning oxirida har qaysi hukumatlar Sharq Turkistondagi lagerlarni shartsiz taqash, Uyg'urlarni bostirishga bevosita yoki vositalik yordamlarda bo'lgan Xitoy shirkatlari va chet el shirkatlariga jazo qo'llanish, Uyg'urlarning siyosiy panohlik iltimosini tezlashtirib bir yoqlik qilish qatorliq sohalar bo'yicha tegishli majburiyatlarni ustiga olishga chaqiriq qildi. Iyun kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrining Chingiz Aymatov nomidagi Rus drama teatrida Uyg'urlar 2 oydan buyon intizor bo'lgan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining 9-qurultiyi bo'lib o'tdi. Uningga mamlakatning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Cho'y, O'sh, Issiqko'l, Jalolobod viloyatlari, shundaqla atrofidagi joylardan bo'lib 375 vakil, Qirg'iziston Xalq Assambleyasi, ya'ni Xalq qurultiyi kengashining raisi Abdug'ani Arkiboyev va uning tarkibidagi oz sonli millatlar vakillari qatnashgan. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining nizomnomasi bo'yicha har 4 yilda Qirg'iziston Uyg'urlarining qurultiyi o'tkazilib, navbatlik rais va markaziy kengash to'liq hisobot berish, yangi rais saylanishi shart ekan. Mazkur qurultayga ittifoq gazetining bosh muharriri, falsafa fanlarining kandidat doktori Akbarjon Bovdunovning riyosatchiligi bilan Qirg'iziston Jumhuriyatining davlat marshi bilan boshlanib, rais Ortiq Hojiyevning hisobot doklati, taftish va moliya hay'atining doklati va ittifoq jamiyatining yangi raisini saylab chiqishdan iborat bir qator jarayonlar bo'lib o'tdi. Yig'inda dastlab ittifoq jamiyatining raisi Ortiq Hojiyevning 4 yillik ish faoliyati to'g'riliq hisobot berilib, maxsus film ko'rsatildi. Bu filmdagi Sharq Turkiston tarixiy xaritasi kishilarni alohida jalb qildi. Yig'in oxirida yakun chiqarilib, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining 4 yillik faoliyatini qanoatlanarli bo'ldi deb baholanib, qurultayning 2-chi bosqichida yig'in qatnashchilari bir og'izdan Asqar Qosimovning nomzodini qo'llab ovoz berishdi. Ondan jamiyatning taftish hay'ati va markaziy kengash saylandi. Yangi saylanib chiqqan rais so'zga chiqib, o'zining Uyg'ur xalqini ittifoqlashtirish, Uyg'ur xalqining tili va madaniyatini rivojlantirish uchun xizmat qiladiganligini bildirdi. Nigeriyaning Benue o'lkasida bir neft avtomobili qatnash qazosiga uchrab, yuz bergan portlashda kam deganda 50 odam jonidan ayrildi. Nigeriya taratqullarining xabar qilishicha, Benue o'lkasi amaldorlaridan Christopher Avi, yerlik aholi qatnash qazosiga uchragan neft avtomobilidan to'kilgan benzin may ilib olishga urinayotgan asnoda hozirgacha aniqlanmagan bir sabab tufayli portlash yuz berganligini, portlashdan xabar e'lon qilingacha 50 odamning jasadining topilganligini, 70 odamning yaralanganligini, nurg'un odamning izdirik yo'qligini, atrofdagi uylarning kuyib kulga aylanganligini bildirib, qazoga aloqador tekshirishning davomlashayotganligini ta'kidlagan. Menga tiqilmasi o'ttir yosh, yashanganlar eng oson giribtor bo'ladigan kasalliklarning biri bo'lib, og'ir bo'lganda hayotiga zo'r tahdid soladi. Uning kasallik alomatlarini tushunish, kasalni vaqtida bayqash, davolashga foydali. Odatda menga tiqilmasining tövəndiki 7 cho'ng alomatlari bor. Birinchi, bosh qattiq og'rish. Kasal qo'zg'alishdan ilgari qayta bosh og'rish, bosh qiyish ko'riladi. Tuyuqsiz bosh qiyayotganligini, ko'ringan jism aylanayotgandek sezim bo'lganligini his qiladi. Bir necha sekunddan keyin aslik keladi. Ikkinchi, badanning yerimi uyushib kontrolligini yo'qotish. Yakki mücha yoki bir tarafdagi mücha ishlamaydi. Yuqorqi mücha tövəndiki müchadan og'ir yoki aksicha bo'lib, yutish qiyin bo'lish, so'z aniq bo'lmaslik, ko'ngli elishish, yondirish qatorliq alomatlar ko'riladi. Og'ir bo'lganda nihoyat tezla hushidan ketadi. Uchinchi, til yiltizi qatishish.
tuyuqsiz tili qetib qilish, tili yo'g'inash, yutish qiyin bo'lish, gap qilish aniq bo'lmaslik. 4. Tuyuqsiz yiqilib ketish, miya qon tomir kasalliklari keltirib chiqargan put-qo'l iqtidori to'salg'iga uchrash yoki tangpongliq buzilish sababli osonlik yiqilib ketishni keltirib chiqaradi. Hargizmi buni faqatla ehtiyotsizlik, mazmut mang'anmaslik deb o'ylab, davolashning eng yaxshi paytini o'tkazib o'tmaslik kerak. 5. Tutish kuchi tövallab ketish. Bir tarafdagi qo'l tuyuqsiz mag'dursizlanib, qo'lida tutib turgan narsa yerga tushib ketish. Masalan, soqol elayotganda, choshni targanda, boshni bir tarafga burganda, bilak tuyuqsiz tutish kuchini yo'qotib, soqol og'ish, tog'oq yerga tushib ketish qatorliqlar. 6. Mijozi o'zgarish. Til va ruhiy o'zgarishmi miya tiqilmasining bishorati bo'lib, tovush chiqarish qiyin bo'lish, xat yozish qiyin bo'lish va mijozi o'zgarib ketish. Masalan, mijozi chus bo'lib qolish yoki aslida mijozi chus odam kam so'z bo'lib qolish qatorliqlar. 7. Uyqusi kelib turish. Bemor doim harg'inlik his qiladi. Doim uxlag'isi keladi. Miya arteriya qetishning yomonlashishiga ergishib, arteriya bo'shliqi taraydi. Miya qon yetishmasligi og'irlashadi. Taxminan 80% odam doim qon yetishmaslik xarakterlik miya tiqilmasi qo'zg'alishdan 5-10 kun burun pat-patla asnaydi. Agar yuqorqi ahvollar ko'rilsa, cho'qim yuksak hushyor bo'lish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.